Sizga sog'lik so'ray Xudodan. Yaratgan asrasin balo qazodan, qo'lingiz tushmasin aslo duodan, hayotingiz nurlarga to'lsin, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, qalbi mehrga to'lgan qadrdonlarim. Bugungi kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin. Kuningiz yaxshiliklarga, solih amallarga boy bo'lsin. Tinglab turganingiz yaqinlarimga dilizxorim tabriklar onlayn radio loyihasi va men boshlovchi To'xtasin va Sarvinoz. Bugun o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barchani muborak etgan holda loyihamizga yetib kelgan yana bir tabriknomani yetkazishni boshlaymiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Davlatyor akajonim o'zingizmisiz? Ha, shu jinnanman. Sog' salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, bezovta. Tashakkur, bor bo'ling. Ayni daqiqalarda tinglab turganingiz yaqinlarimga dilizxorim onlayn radio loyihasi va men boshlovchisi Sarvinozxon bilan jonli muloqotdasiz. Bugungi tavallud ayyomingiz, qarshi olayotgan yana bir go'zal yoshingiz muborak bo'lsin. Xursandchilik yo'llaringiz davomiy bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat o'g'aysiz, ishlaringizga rivoj bersin Allohning o'zi. Ilohim aytganingiz kelsin. Ana endi ozgina qimmatli vaqtingizni olaman. Ijozat bersangiz maylimi? Ha, bosaring. Shu yerdan chiqiblar qolibdi. Xo'p bo'ladi. Bugun bizning loyihamizga siz uchun atalgan go'zal tabriknoma, dilnoma maktublari yetib kelgan ekan. Taxmin qila olasizmi, qay bir yaqin insonlaringiz tomonidan yo'llanayotgan tabriknoma bo'lishi mumkin? Kim endi meni yaqin odamlarim ko'p meni. Kızlarım var beni, tüm hedayet birbirinden güzel. Albatta, ularning orasidan bugun qay birlari bo'lishi mumkin? Endi hemmesi birbirinden güzel hemmesi. Bunu ağaylarım hemmesi. Ben katı biri hemmesinden kütemem bu nerseni hiç. Yiğit kasını bir bölük görpüm ben. Ciğerlerimle, ağaylarımla. Kızımdan hemmesi şu bir sular katı biri bulsam kelleme sığmaydı. Hemmesinden kütemem ben bulanı. Albatta, bugungi shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz bilan barcha ahli oilangiz, yaqinlaringiz tabriklashmoqda, biroq aynan bugun bizning loyihamizga siz uchun atalgan go'zal tabriknoma maktublarini tog'ajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar deya jiyaningiz Sadoqatxon opajonimiz tabriknoma yo'llabdilar. Ey rahmet, Allah ziyade etsin ömrünü. Şikizma mendallı prezident lavazımlarına alıp otursun şikizimiz. İnşallah. Allah Kudayım mendallı koşarak şu prezidentlerine şu koşarak kelirle alıp otursun. Ömrü uzak olsun. Ilohim aytganingiz kelsin. Ana endi ozgina qimmatli vaqtingizni ayamasangiz, Sadoqatxon opajonimizdan kelgan juda ham chiroyli tabriknomalar qo'limizda turibdi. Allohimiz qodir qilguncha sizga o'qib eshittirib qo'yamiz, maylimi? Mayli, rahmat. Minnatdorman. Unda o'qishni boshladim. Assalomu alaykum. Mening mehribonim, yuragimning bir parchasi, men uchun juda ham aziz va qadrli bo'lgan suyanchig'im, tog'ajonim, bugungi shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Allohimdan sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, bitmas tuganmas baxt tilab qolaman. Dilingizda nimaiki ezgu niyatlaringiz bo'lsa, barchasi amalga oshsin.
Duolaringiz ijobat bo'lsin. Allohimning suygan bandalari qatorida bo'ling. Hamisha yaxshi insonlar davrasida bo'ling. Yuzingiz doimo yorug' bo'lsin. Qadringiz qaddingizdan-da baland bo'lsin, tog'ajon. Sizlardek insonim borligi uchun Allohimga behisob shukronalar aytaman. Boringizga shukr. Meni aziz tog'ajonim, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, doimiy sihat salomatlik, hamisha xush kayfiyat hamrohingiz bo'lishini tilab qolaman. Hamisha bizni baxtimizga sog' va salomat bo'ling deyman. Oldinga qo'ygan barcha